Do'stlar, qanaysizlar? Mana jiyanni izlab keldim, jiyan yo'q, mana uyga kirib keldim jiyan. Jiyan! Mana jiyan. Mana nima ishlar qilyapti biz jiyan? Tinmaysiz-ku, jiyan? Qanday o'zingiz jiyan? Yaxshimi, tinchmi, bormisiz? Oho! Bu nima bu yangiliklar? Xudo xolasa mana yangi narsalar o'ylab topdik, 8 ta mahsulot biz bor. Aha. O'shani qilyapmiz mana. Ha, bormisiz? Ko'rmaysiz? Mana shular mashhurmisiz deyman. Shuni ichida nimalar bor qarang. Yong'oq. Ha, mana. Yong'oq bor ekan. Yong'oq bor ekan, mayiz bor ekan. Yong'oq, mayiz, kesh yong'og'i, pista, bodom. Mana asal quyilyapti ustiga. Mana jiyan asal quyyapti. Izlab yuribman jiyan. Bunday ishlar bilan mashg'ul ekanda. Hozir qoqalikda davolaymiz, ko'rasizmi mana? Malades, gap yo'q. Zo'rman sizni izlab yuribman jiyan. Mana. Taroziga tortilyapti. Malades. Ha, jarayonlar ketyapti. Jiyan kunga asalda inidan yo'qmi? Bor, to'g'risizmi? Ha, yeyman deb bering. Bitta qani o'qing chanim. Bismillah deb u juda katta foydasi bor odamga deydi-da. Kasal bo'lmaydi deydi u. Ana, bismillah. Oh. Kelsin deb qo'ying. Ana, davomchi. Oh. Bismillahirrohmanirrohim. Bunday. Ha, dahshatda bu. Suvni oldin ichganday bo'ldim o'zim. Mazam tog'asi. Mana jiyan. Unadan berdi. Bu inini oldin yesa baribir suvni boshidan deydi-ku. Qarang. Kungidan ham qanaqa? Ya, kungidan yegan dahshat. Boshida jiyan. Shunday. Boshidan yegan baribir qachada orzu qilardim, yeyman deb. Mana qarang. Ikkinchi marta bu. Ikkinchi marta. Mana qarang, jiyan o'y. Voy tog'asi. Mana qarang, mana. Oh. Mana qarang. Bunga nima yesin do'stlar? Mana. Mana qarang endi buni. Bu kuni yedim. Boshimdan noqulay bo'libdi. O'tirib yem bo'lganlar nima yetsin jiyan? Osh bo'lsin, tog'a, osh bo'lsin. Kasallar davosida bu. Maza qilingan jiyan. Shu. Bankan ko'rsatdim? Yo'q. Hozir asallarni yeringiz ham shu asallarni solyapti deysiz. Men aytamanki, zakasini jiyan deysiz. Mana jiyan asallarni solyapti. Hozir yegan aran inidan olingan asallarni. Ha, to'g'risi. Buni rangi nima boshqacha jiyan? Tog'a bu talablarga binoan isiriq bilan oq qo'y aralashganini deb aytib klientlar tushunayapti buni hozir. Isirg'am aralashganda? Ha, bu isiriq mana kecha 4 banka berdik. Oq qo'y yantoq berdik. Shunga isiriqni ko'sa berdik, isiriqni aralashtirib berdik. Klientlarga. Boringizga shukur jiyan. Yashang, xalq xizmatidan to'xtamang. Shunday.